Ertaga $5000 bersangiz ham bu holatga qaytarishning umuman imkoni yo'q. Nima demoqchiman? Hozir tushuntiraman. Bizga eng ko'p berilgan savollar, hozir ancha oldin 100% gaz ustunovka qildirib qo'yganman. O'shani 70 ga 30 sistemada qildirsa bo'ladimi, yo'qmi deb savol berishadi. Akalar, umuman imkoni yo'q. $5000 bersangiz ham uni iloji bo'lmaydi. Faqat boshidan dizelga yuradigan motorga xarajat qilasiz, keyin qilsa bo'ladi. U endi dolga istoriya bo'lib ketadi. O'shaning uchun har doim aytamiz, akalar, mana 70 ga 30 sistemasini motorda ochilmagan holatda ustunovka qildirsangiz, keyin $500 bersangiz, yana 100% gaz ustunovka qildirib olsangiz bo'ladi. Ya'ni 100% gazga yuradigan qilsangiz bo'ladi. 100% gazdan keyin iloji yo'q. Bu akamiz, ayni bu egalariga undan 1,5 yil oldin qilib berganik, to'g'rimi aka? Bu yangi mashinangiz, to'g'rimi? Nimaga yana 70 ga 30 sistemada qildiryapsiz? Bizga juda ma'qul keldi. Ham hozir gazlar tanqis bo'lganini evaziga biz bitta knopkani bosasiz, to'xtab qolyapmiz. Bitta knopkani bossak, 100% salarka ketilaveradi. his qilaverasiz. Ha, salarkada yetib olib, zapravka ochilishiga yetib olib, undan gazda harakatlanyapmiz. Yaxshi, endi mashina hozircha mana ukamning mashinasiga, Humoyil degan ukamning mashinasiga qo'ydik. Ma'qul keldi. Menga ma'qul kelgani uchun kelib qo'ydirdim. Mana shu 150 talik balonni qo'ydirdim. Tavsiya etasiz qolganlargami? Tavsiya etaman. Rahmat aka, sizga ham. Akalar, bunga ko'rib turganlaringizda ideal holat 70 ga 30 sistemasi qilib berganmiz. Ikkita 150 talik balon turish holatini ko'rishlaringiz mumkin. Motor joyi umuman ochilmagan holatda, farsunka va reduktorlar ideal holatda qo'yib berganmiz. Shunaqa sifatli xizmatlar bo'yicha bemalol pastda nomerlarga telefon qilib batafsil ma'lumot yoki narx-navolarni bilishlaringiz mumkin.